Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Lyuks avto bilasizlar, sizlar uchun antikvar mashinalarni doimo topib akka qo'yadi. O'tgan safargi Tiko'miz ko'plab shov-shuvlar, muhokamalarga sabab qo'yadi. Dubayga sotilgan. Bu mashinamiz navbatdagisi Nexia 1. Tasavvuratinglar 1999-yil ishlab chiqarilgan 100% rodnoy paketali mashinamiz. Holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Shu vaqtda o'zining rodnoy balonlarida, Continental balonlarida shu vaqtda o'zini chiqqan. Mashinamiz zavodskiy holatlarida gelib bemalol ko'rib tekshirishlaringiz mumkin. Salonni isi ketmagan, mashina ishlab chiqqan bo'lsa, shuni saqlangan. 99-yilda ishlab chiqarilgan prostoy gidravlikali konditsionerli varianti. Mashinamizning Lyuks avtoda narxini 8000 km yurgan Nexia 1imizning narxini 10 000 dollarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirtirib, sizlar halol o'zlaringiz mashinalaringizni trading asosidan ham hisoblab olgan holda xarid qilishlaringiz mumkin. Mana holatlarini ko'ringlar, bagaj holatlarini. Yo'qtirib mana. Bunda saqlashdan o'zi bo'lmaydi lekin. Bemalol mashinamizni kelib, ko'rib, tekshirtirib xarid qilishlaringiz mumkin. 99-yilda ishlab chiqarilgan noyob saqlangan Nexia 1imiz sizlarni sotuvda kutib turibdi. Hammangizni Lyuks avtoda kutib qolamiz.